Assalomu alaykumlar. Mana shu bir oylik go'jalarimiz, istaringiz bo'lsa bularni chiqqanlarini sizlarga videoga olib ko'rgan edik. Boshqa shu kun qo'yishdan boshlab chiqarganimizni videoga olgandik. Xudo xolasa mana bular deyarli bir oylik bo'lib qoldi. Aniq chistosini yozib qo'yaman qachon chiqqanini. Ularga hozir sabzi beryapmiz. Sabzini mana sabzini maydalab o'sha turkadan o'tkazib, qirg'ichdan o'tkazib, bunday qilib mana bular bizda hozir ko'chada turibdi. Ko'chada setkada turibdi. Xo'p, mana bir haftalikda ko'chaga chiqarganini setkada qo'ygan. Hozir sovuq emas, soyada o'sha navesning tagida turibdi. Mana shunaqa holat bo'ladi. Astrolog qora jersi go'jalari mazza qilib yuribdi. Narodning ota-onalari uni keyin ko'rsataman sizlarga. Su idishi bu yoqda. Chistinalar, damashni to'g'ri narsalar. Damashni narsalar bilan damashni holatda boqilib hech qanaqangi dori, tabletka narsalar berilmaydi. Anaqa bo'ladi. Ya'ni pambikoron anaqa narsa berilmaydi. O pambikorondan bitta boshqa start berildi, birozgina. U to'liq ovqat emas, ya'ni to'liq ratsion emas, shu kunlik bir martalik yeydigan ovqati. Biz bularga 3-4 mahal ovqat bersak, masalan, mevalarni beraman, shu sabzi beryapmiz, o'zini ovqatini pishirib beryapmiz, guruchni qaynatib, o'sha narsalar qo'shib beriladi. Hop, o'sha nimamiz start uni bor yo'g'i bir martalik yeydigan ovqatida o'sha start sotib olamiz. Pastda yana ahamiyat bersangiz ustini mana bu start emas, bu bizda makkani maydalangani. Oddiy makka bor, o'sha makkani olib, uni o'zini maydalagichimiz bor, o'sha maydalaymiz. Mana mayda bo'ladi-da, o'shani beramiz. Shuni mazza qilib yeyishadi. Har kuni masalan kuniga 3 marta o'sha makkani maydalaganini bersangiz, keyin joniga yetib ketadi. Ratsion har xil bo'lishi kerak-da. Bir kun o'sha makkani berasiz, bir mahal, keyingi mahali ertalab bersangiz, obedda boshqa narsa, kechki paytda boshqa narsa, o'sha qilib almashtirib berasiz. Mana shunaqa jo'jada turibdi. Mazza qilib yeydish. Bu setkada turgandan o'sha bunaqa ovqat berishda yomon tomoni tagiga ketib qoladi. Mana tagiga sekin qo'zg'aladi. Mana tagiga tushib qoladi. Tagiga tushganlari bo'ladi. Yeganda bular talafasiydi, shunaqa bo'ladi. Lekin mazza qilib yeyishadi. Sitga turganda yaxshi, o'sha axlatli, yomon narsalar pastga tushadi. Bu sitka. Oyoq bor, mana. Oyoq to'mizda turibdi, shu oyog'ini yuritsa bo'ladi. Buni boshqa joyiga siljitib sitkani, yana tagini tozalaymiz. Ya tagida nima narsa qo'yiladi. Qarabsan? Maxsus o'sha listda o'rda maxsus emas, bu listni taxta qo'yib qo'yilgan. Bu list o'zini olsa tayyor. O'shaqa turibdi. Juda qo'rqib qoldi bular. Mana setgan qimillatganimga. Mana shunaqa yurishibdi. Xudo xolasa bir oylik bo'ldi bu go'jalarimiz. O'sha paytda nechtasi chiqdi? Kamroq parcha chiqdi. Kam chiqdi o'sha parchada. Yozda qo'yilgan uchun. Orasida har xillari bor. Qanday katta-kattalari bor. Seri, asosi qora serida. Tul rangi mana qarang, ko'rasiz bu. Mana bu qop-qora mana bu. Mana bu mana seri bor. 3 ta seri bor ekan. Bitta seri to'g'imiz bor, o'shani bolalar. Nima bu qarang, bu kichkina, menga o'sha jussasi kichikroq bo'lib qolganda, mana narsa kichik ekan mana bu. Lekin hammasi bitta partadan, bitta kunda chiqqan. Mana bularni qop-qop qilib hokazo. Keyinchalik xudo xolasa shu nasl yo'nalish qilsak, ya'ni shu go'ja chiqarish uchun tuxum qo'ysak, mana shu katta-kattalarni olib, o'shalarni tuxumdan foydalanamiz. Mana kichiklarni u maydalari go'shtlik bo'lgandan keyin so'yib yuboriladi. O'shangacha katta bo'lmasa. Rahmat qilinglar. Nasib qilsa.
hali bular qancha yashash kerak, bu go'sht keladigan bo'lsa qancha boqish kerak bularni. Nimasi bor? Kasal o'si bor, o'lib qolishi bor. Jo'jani kuzi sanimisidiku, hali kuz kelgani yo'q. Shunaqa gaplar. Men ota-onalardan sizlarga hozir ko'rsataman. Shunaqa turibdi. Bu hali ertalab yeydigan ovqati. Bir mahal soat 8 bo'ldimi, shuni yeyishyapti. Lekin shu quyosh chiqqani bilan boshlaydi. Shunaqa ovoz chiqarib boshlaydi. Shu ovqatini berib, qorin to'q birpas yotadi ekan. Jimgina bo'ladi. Hamma yotib qoladi. Yana qorni ochishni boshlagan xuddi 10-15 ta kichik bolalar yig'ilib olsa shoxin qiladi-ku, bog'cha bolalari. Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bunda boyagi ko'rgan jo'jalaringizning ota-onalari. Mana xo'rozi, mana xo'rozi. Ikkita edi, bitta qoldi. Sal mazasi qochgandek bo'ldi, shuni oldikdan tirs qildi. Cho'chib ketdi. Go'shti dahshat. Men go'shtini o'zim qovurib tirs bo'ldi. Mana shu yerda turibdi mana. Shu yerda yurishdi. Ko'rdingiz, mana o'tlarda yotar bu uy mana shu uyda, mana shu yerda yashaydi, mana shu joyda yashaydi bular. Mana shu kamerada o'zida. Mana tog'xona uzun ko'ryapsiz. Bu yoqda mana bu joyda mana masjidgacha bitta anaqa bor. Bitta jo'jalar turibdi. 2 oylik jo'jalar. Hop, mana bu o'rtadagi bo'sh, bu yerdan mana shu oxirigacha astarovlab turibdi. Bular mana shu kattasida yashaydi. Eshikni ochib qo'yamiz, o'zlari chiqib, bu yoqqa yuradi, ozgina прогулка qiladi. Quyosh energiyasini oladi. Ertalabki quyoshning nimasi nur yaxshi-da, o'shanga bularga kerak, mazza qilib oladi. Mana shuga biz o'sha narsani tashlaymiz, aytdim, shuni qovurib mana mazza qilib olishadi. Bir aylanib chiqishadi, mana bog'ni sekin bundan aylanib, mana qurqimiz qala bo'lsa tap bir qator yig'ib chiqishadi. Shunaqa turibdi bular, mana. O'zi o'rganib oldi, o'zi uyga kirib, o'zi chiqib yuradi, mana shunaqa qiladi. Mana o'tlayni hozir bularni chiqaryapmiz, chunki ana bedalamatda kamlik ko'ryapsizmi? Kam bedalar. Bunaqa suv ochilmadi-da, biz bularni ataylab sug'ormadik. O'sha bahorda zo'r bo'ldi, bahordagini oldiga yozib boshlab oldi, keyin issiqda o'sha suv berilmadi, o'shanga mahv qoldi. Yani chiqmay qoldi. Hozir xudo xolasa bu yomg'irlar boshlasa yana o'zi tipillatib o'sib ketadi. Bedani katta bo'lsa bularni chiqarmaymiz. Ya'ni shu beda katta tomonlarga jo'natmaymiz. Iloji bo'lsa mashlarni mabitlarni olib kaltatirib qo'yamiz, yuraveradi. Nima uchun beda katta bo'lsa, beda nima qiladi? U albatta bosib turadi. Xullas, o'sha yiqilib qoladi, unda yiqilib qoladi, u urish qiyin bo'ladi. Kichik bo'lgan paytda, bir qarish bo'lgan paytda bemalol mana to'g'ri yuraveradi. Xullas shular. Mana bular shu dush qabul qiladi. To'g'ri shunaqa qabul qiladi-da, shu tuproqqa belanib yotib, endi hozir ana shu dush qabul qilmadi, boya yotuvdi-ku. Shunaqa yotibdi. Mana bularga tegmaymiz. Ishini qilyapsizmi? Ham bulardagilar yurishdi. Mazza qilib, so'lim tabiat, hayot go'zal deganda-ya. Shunaqa yurishibdi. Ombo'yga charchamanglar. Hop, o'sha damashning tabiiy boqilgan tovuqlar, jo'jalar, hali biz jo'jan sotyapmiz xolos. Endi boshlamoqchimiz sotishni. Tuxumga hali o'tganimiz yo'q. Jo'ja kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.